Endi bu ikkisi qo'shinning o'rtasida qoldi. Abu Jahlda oldida turgan o'g'li Ikrimat ibn Abu Jahl Avfni qatl qildi. Endi Muoz esa jang qilib orqaga chekinib borar ekan, bitta qo'liga qilich bilan urishdi, qo'lini uzib tashlashdi. Qo'li terisi bilan ilashib turardi. Orqaga qaytdi-da, ana shu uzilgan qo'lini oyog'i bilan bosib turib, bir tortib uzib tashladi. Keyin yana jangga kirdi, keyinchalik jang nihoyasiga yetganda u kishi shu olingan jarohatdan shahid bo'ldi. Lekin Abu Jahl hali o'lmagan edi. Hamma yo'q qonagan, lekin hali ruhi tanasini tark qilmagan edi. Abu Jahl yiqilgandan keyin mushriklar qochishni boshlashdi. Musulmonlar ularni qo'g'lab 70 tasini qatl qilishdi, 70 tasini asir olishdi. Mushriklar qochishni boshlaganda Umayyad ibn Halab qochmadi. Qo'lida qurollari, hamma yo'g'i joyida, o'g'li bilan turib qochmadi. Nimaga qochmadi? Chunki Sa'd ibn Muoz unga Makka da aytgan edi, "Seni biz qatl qilamiz ekan, Rasululloh aytdi" desa, ishongan edi. Bilishadi payg'ambarimiz gapini rostligini. Qayerda qatl qilasizlar ekan, uni aytmadi dedi. Hozir qochsa qatl bo'lishini bilardi-da. Shu payt Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu o'ljalarni terib yurardi. Qarasa, Umayyad ibn Halaf qurollari bilan o'g'li bilan turibdi. Hamma qochyapti, qochmayapti. Umayya qochsa qatl bo'lishi aniq. Shuning uchun asir tushishni xohladi. Asir tushganda ham birorta bir hurmatliroq odamga tushsa himoya qilib oladi. "Ey Abduvud" dedi Abdurrahmonga qarab. Jahiliyatda Abdurrahmon ibn Avfning ismi Abduvud edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kishini Abdurrahmon deb ismlarini o'zgartirgan edi. Umayya "Ey Abduvud" desa, Makkadagi davrda Abdurrahmon qaramas edi. "Men Abduvud emasman" dedi. "Men Abdurrahmon deyman" dedi. "Rahmoningni bilmayman men" dedi. "Men seni Abduvud deyman" dedi. Desa Abdurrahmon "Unda men qaramayman senga" dedi. Xullas ikkalasi ittifoqqa kelib Abdul Ilah degan ismga rozi bo'ladi. Ya'ni ilohning quli degan. Abduvud dedi, qaramadi. "Ya Abdul Ilah" dedi, unga qaradi. "Seni savutlaringdan ko'ra" dedi, "yaxshiroq savut kerakmi" dedi, ustiga savut ko'rsatdi. "Ha" dedi, "Biza asir ol bo'lmasa" dedi. Jang qilishlikka hamma imkoniyati bor. Bitta qo'lida o'g'lini, bitta qo'lida otasini yetalab ketayotdi. Bilol ko'rib qoldi roziyallohu anhu. Bilol kim edi? Shu Umayyad ibn Halafning quli edi. Nihoyatda bir qattiq aziyat bergan Umayya edi. Sahroga olib chiqib yetishtirib qo'yib, qumga yotkizib, qorniga katta xarsang toshlarni bostirib qo'yib qiynagan kim edi? Umayya edi. Bilol roziyallohu anhu ko'rib qoldi. Kufrni boshi Umayyami dedi. "Ma najawtu in naja." Agar u omon qolsa, men omon qolmayman dedi. Yugurib keluvdi Abdurrahmon roziyallohu anhu, "Ey Bilol, bu meni asirim" dedi. "Tegma" dedi. "Bu asir emas, bu qatl bo'lish kerak. Agar u tirik qolsa, men tirik qolmayman" dedi. Abdurrahmon roziyallohu anhu, "Yo'q, bu meni asirim" deb olib ketib qoldi. Bilal roziyallohu anhu nima ish qilishni bilmasdan qaroqda bir to'p ansorlar turgan edi. Yugurib bordi-da, "Meni Makkada qiynagan odamni o'ldirishni xohlaysizlarmi" dedi. "Qani" dedi, "10" dedi. Yugurib kelgan ansorlar Abdurrahmonni o'rab olishdi. "To'xta" dedi. "Bu qatl bo'ladi" dedi. "Bu meni asirim" desa, Bilal roziyallohu anhu kelib, "Meni undoq qilgan, meni bundoq qilib qiynagan, unday qilgan" dedi. Abdurrahmon qarasa, iloji yo'q. "Yot yerga" dedi Umayyani. Umayya yerga yotib ustiga yotib oldi. Ya'ni qilich sayib qo'l. Bilal roziyallohu anhu "Taydan bo'lsa ham qatl qiladi, taydan bo'lsa ham qatl qiladi" dedi. Abdurrahmon ibn Avfni tayda bo'lishiga qaramasdan sayib qatl qilishdi. Hatto shijoatli xatda bo'lgandan ansorlar Abdurrahmonning oyog'ini kesib qo'yishdi. Bu o'lgandan keyin Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu aytdiki, dedi, "Bilolni Alloh rahmat qilsin" dedi. "Asirim ham ketdi, savutim ham ketdi" dedi. Bu jangda farishtalar ham ishtirok etishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "O'zlaringiz qatl qilgan maqtullar bilan farishtalar qatl qilgan maqtullarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, mushriklarning bo'ynidagi kuyishlik va barmoqlaridagi belgilariga qaranglar" dedi. Mushriklarni farishtalar o'tdan bo'lgan qilish bilan urar edi. Mushriklarda farishtalar qatl qilganlarning bo'ynlarida haqiqatan kuyishlik alomatlari ko'rinardi. Sahobalardan biri bir mushrikni urish uchun qilichini shunday ko'targanda kallasi uchib ketdi. Keyin maqtanar ekan, "Men shunday jang qildim, shunday qilichimni ko'tardim, hali qilichimni tushirmay turib, mushrikning kallasi uzilib ketdi." Maqtanayotganini payg'ambarimiz eshitib turib, unday dema deydi. U deydi, farishta qatl qildi uni deydi. Agar farqiga bormoqchi bo'lsalar, ana shu jarohatlarga qaranglar deydi.
bir boshqa bir sahoba jang asnosida unga "Ey Hayzum, beri kel" degan ovozni eshitdi. Payg'ambarimizdan so'raganda bu farishta edi sizni chaqirgan dedi. "Va ma ja'alahu Allohu illa bushra va litatma'inna bihi qulubukum va man nasru illa min 'indillahil azizil hakim." Alloh faqat xushxabar bo'lsin deb va ko'ngillaringiz xotirjam bo'lishi uchun shunday qildi. G'alaba faqat Allohning dargohidan bo'lur. Haqiqatan Alloh g'olib va hikmatli bo'lgan zotdir. Arobiylardan Qabbos ibn Asham. Qabbos ibn Asham ismli bir arobiy ikkita qo'shinni jamlanayotganligini ko'rib turib, bir balandroq joyga chiqib, jangni tomosha qilmoqchi bo'ldi. Odatda janglar kunlab, haftalab, oylab bo'lar edi. Birodarlar, Badr g'azoti bor yo'g'i 2 soat davom etgan. Mana shunday azamati bilan, mana shunday buyukligi bilan bor yo'g'i 2 soat davom etgan. Qabbos boyaga tepalikka chiqib, uzoq bo'ladi jang deb tayyorlanib o'tiruvdi. Yana musulmonlarning mag'lub bo'lishini kutyapti bu. Chunki bular 3 barobar ko'p bo'lardi. 2 soatgina bo'lgan jangda mushriklar qochib ketganini ko'rib turib, hech kim yo'q yonida, o'ziga o'zi "Ya Alloh" dedi. "Bu kunga o'xshash ajablanarli kun ko'rmaganman a. Ajoyib ish bo'ldi-ya. Ayollardek qochib ketishdimi" dedi. Xandaq g'azotidan keyin yoki Hudaybiya sulhidan keyin deyiladi, Qabbos ibn Asham mana shu arobiy islomga keldi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qabbosni ko'rib turib, uni o'tirganiga hech kim ko'rgan emas. "Ey Qabbos" dedi. "Sen Badr kuni o'sha joyda hozir eding-a" dedi. "Sha" dedi. "Badr kuni nima deding" dedi. "Bu kunga o'xshash ajablanarli kunni ko'rmadim. Ayollardek qochdilar-a" dedingmi dedi. Shunda Qabbos undashan yana bir marta "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh. Bu so'zni hech kimga aytgan emasman. Shuncha yil o'tgandan keyin ham bu so'zni menga eslatyapsiz. Bu narsani faqat Nabiy bilishi mumkin" dedi. Islom tarixidagi eng buyuk g'azot Badr g'azoti bor yo'g'i 2 soat davom etdi. Asrlar olina boshladi. Asrlarning orasida Abbos ibn Abdul Muttolib ham bor edi. Abbos ibn Abdul Muttolib nohaqqa bir ulkan gavdali yo'g'on odam edi. Uni odamlar qarab turishuvdi, nahif bo'lgan, oriq bo'lgan, kichkina jussali bo'lgan Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu qo'lidan ushlab sudrab kelardi. Yana Ibn Mas'ud uni qo'lini ushlaganligidan joni og'rigandek kelar edi, qiylanib. Odamlar hayron bo'lishdi. Ibn Mas'ud qanday qilib buni asr qilib oldingiz desa, Ibn Mas'ud javob berdiki, "Ha, bilmayman, borib qo'lidan shunday ushlavdim, orqamdan kelyapti erchib" deydi. Ibn Abbosdan so'rashdi. "Shu kichkinaga qanday taslim bo'lding?" dedi. "Qo'limdan kelib shunday ushlaganida sindirib yuboradigan darajada qattiq ushadi. Og'rig'idan olishib kelyapman orqasidan" deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uning so'zini eshitib turib, Abbos payg'ambarimizning amakisi, "Ey Ibn Mas'ud, g'ururlanib ketmang" dedi. "Uni asir olayotganingizda sizga farishta yordam berdi" dedi. Bu jangda farishtalar fe'lan qatnashganlaridek, asir olishlikda ham ularga yordam berdi. Mushriklarni askari turgan joyda bir katta chuqur bor edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu kuni qatl qilingan mushriklarni jussalarini shu chuqurga uloqtirishlikni buyurdi. 70 kishi edi ular. Mushriklardan 70 tasi qatl qilindi, 70 tasi asir olindi. Bu chuqurga payg'ambarimiz keyinchalik Abu Jahlni, Utba, Shayba, Valid ibn Utba, Nazr ibn Xoris hammasini uloqtirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam asirlarni ushlab turganlarida aytdilarki, agar dedilar Mut'im ibn Adi tirik bo'lganida, mushriklardan bo'lgan Mut'im ibn Adi tirik bo'lganida va mana bularni asirlarni mendan so'raganida u uchun men ozod qilib berardim dedi. Nimaga mushrik uchun ozod qilib berardim? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakilari Abu Talib vafot qildi. Hadisha onamiz vafot qildi Makkadagi davrida. Abu Talibni himoyasida edi payg'ambarimiz. Shuning uchun Quraysh payg'ambarimizga aziyat yetkiza olmas edi. Endi Abu Talib o'tgandan keyin himoyachisi qolmadi, odamlardan bo'lgan. Quraysh payg'ambarimizga Makkada da'vat qilishlikni man qilib qo'ydi. Shunda Rasululloh Toifga borib da'vat qildilar va qaytib keldilar. Qaytib kelib Makkaga kirgani xavotirda turdi. Chunki to'g'ri kelgan odam payg'ambarimizni qatl qilib qo'yishi mumkin edi. Payg'ambarimizni himoyasiga olgan birorta odam yo'q edi. Shunda Makkani tashqarisida turib payg'ambarimiz Zayd ibn Xorisani kirgizdi. Abu Buxtri ibn Hishomning oldiga bordi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam sizdan himoya so'raydi dedi. Qurayshni ziddiga men himoya bermayman dedi. Hakim ibn Hizom